Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz ko'pchilik eshitgan, lekin hamma ham to'liq tushunib yetmagan bir mavzu haqida suhbatlashamiz. Bu Big Data va prediktiv analitika. Oddiy qilib aytganda, bu texnologiyalar bizneslarga o'z mijozlarini yanada chuqurroq tushunishga, ularning ehtiyojlarini oldindan ko'ra olishga va kelajakdagi qarorlarni yanada ongliroq qabul qilishga yordam beradi. Shuning hisobiga kompaniyalar o'z xizmatlarini yaxshilashlari, yangi imkoniyatlarni ko'ra olishlari va albatta daromadlarini oshirishlari mumkin bo'ladi. Big Data o'zi nima? Big Data atamasi juda katta hajmdagi ma'lumotlarni anglatadi. Bu shunchaki ko'p ma'lumot degani emas, balki shunday katta ko'lamdagi ma'lumotki, uni oddiy kompyuter dasturlari tezda qayta ishlay olmaydi. Har kuni biz o'zimiz ham sezmasdan Big Data oqimini yaratyapmiz. Odamlar Instagram va Telegramda post qiladi, like bosadi, izoh yozadi. Do'konlarda mahsulot sotib oladi va kassadan o'tadi. Telefon orqali doimiy ravishda geolokatsiya ma'lumotlarini yuboradi. Har birimiz internetda qidiruv qilamiz, sahifalarni varaqlaymiz, videolarni tomosha qilamiz. Bularning hammasi soniyada millionlab yozuvlarni hosil qiladi. Shu darajada katta hajm yig'iladiki, oddiy Excel yoki oddiy serverlar bu oqimni tezda tahlil qila olmaydi. Ana shunda Big Data texnologiyalari, ya'ni Hadoop, Spark va shunga o'xshash maxsus xizmatlar yordamga keladi. Prediktiv analitika o'zi nima? Big Datadan keyin eng muhim tushuncha bu prediktiv analitika. Prediktiv analitika deganda biz katta hajmdagi ma'lumotlardan foydalanib, kelajakda nima bo'lishini oldindan ko'ra olishni tushunamiz. Jarayon 3 bosqichda kechadi. Avval katta ma'lumotlar yig'iladi, keyin ular chuqur tahlil qilinadi. So'ngra maxsus algoritmlar yordamida kelajakdagi ehtimollar sanaladi. Oddiy misol, do'kon egasi mijozning oxirgi 6 oy davomida qilgan xaridlariga qaraydi. Agar mijoz muntazam ravishda sport kiyimlarini sotib olsa, tizim uning kelasi safar ham sport mahsulotlariga qiziqishini oldindan bildiradi va unga shunga mos tavsiyalar beradi. Bu jarayon shunchaki o'tgan kunlarni kuzatish emas, balki kelajakdagi qarorlarni oldindan tayyorlab olish imkoniyatidir. Big Data va prediktiv analitika bilan ishlash uchun turli xil vositalar mavjud. Ulkan hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash uchun Hadoop va Spark ishlatiladi. Katta bazalarni tezkor tahlil qilish uchun Google BigQuery qulay hisoblanadi. Natijalarni tushunarli grafikalar va diagrammalar orqali ko'rsatish uchun esa Tableau va Power BI dasturlari keng qo'llaniladi. Dasturchilar va ma'lumot tahlilchilari esa ko'pincha Python kutubxonalaridan Scikit-learn, Pandas yoki TensorFlow'dan foydalanishadi. Lekin bu vositalarning hammasi ham kichik biznesga kerak emas. Kichik biznes egalari ishini oddiyroq dasturlardan, masalan, Google Analytics, Power BI yoki hatto kengaytirilgan Excel imkoniyatlaridan ham boshlanishlari mumkin. Muhimi mavjud ma'lumotlarni yig'ib, undan foydalanishni o'rganish. Xo'sh, Big Data va prediktiv analitika o'zi qaysi sohalarda foydali? Javob deyarli barcha joyda. Savdoda xaridorlarning oldingi xaridlariga qarab, kelajakda ularga mos mahsulot tavsiya qilish mumkin. Shunday qilib, xaridor meni tushunmoqda deb o'ylaydi va yana qaytib keladi. Marketingda qaysi mijozga qanday reklama yuborish kerakligini aniqlash osonlashadi. Masalan, yoshlar uchun texnologiyaga oid reklama, kattaroqlar uchun esa boshqa mavzudagi reklama samaraliroq bo'lishi mumkin. Moliyaviy xizmatlarda banklar kredit so'rovlarini tahlil qilishda foydalanadi. Ma'lumotga qarab, qaysi mijoz qarzni vaqtida qaytarishi, qaysi mijoz esa xavfli bo'lishi mumkinligini oldindan bilib olishadi. Sog'liqni saqlashda shifokorlar va sog'liqni saqlash tizimi katta ma'lumotlarni tahlil qilib, qaysi hududda qaysi kasallik ko'proq tarqalishi mumkinligini oldindan prognoz qiladi. Transportda shahar tirbandligini prognoz qilish, qaysi yo'llarda tiqilinch yuzaga kelishi ko'rsatish orqali odamlarning vaqtini tejash mumkin. Keling endi yirik kompaniyalar tajribasini ko'rib chiqamiz. Masalan, Walmart har kuni millionlab odam xarid qiladi.
Walmart mijozlar harakatlarini tahlil qilib, qaysi mahsulot qachon ko'proq sotilishini oldindan biladi. Masalan, bo'ron yaqinlashayotganda odamlar sham va suvni ko'proq sotib olishlari aniqlashgan. Shuning uchun ular oldindan omborlarni shu mahsulotlar bilan to'ldirib qo'yadi. Netflix esa foydalanuvchilarning qaysi filmlarini tomosha qilayotganini kuzatib boradi va ularga mos yangi film yoki serial tavsiya qiladi. Shu sababli foydalanuvchi platformada ko'proq vaqt qoladi va xizmatdan qoniqadi. Airbnb kompaniyasi esa odamlarning qaysi shaharlarga qaysi mavsumda ko'proq safar qilayotganini tahlil qiladi. Masalan, yozda Toshkent yoki Samarqandda talab oshsa, tizim narxlarni avtomatik ravishda moslashtiradi va shu orqali kompaniya ham foyda, ham mijoz uchun qulaylik yaratadi. Keling, kichikroq misolni olaylik. Tasavvur qiling, siz Toshkentda kichik onlayn ta'lim platformasini yuritasiz. Sizda 5000 foydalanuvchi bor va ular har kuni turli kurslarga kirishadi. Videolarni tomosha qilishadi, savollar berishadi. Avvallari siz bu ma'lumotlarga unchalik e'tibor bermagan bo'lishingiz mumkin, lekin big data vositalaridan foydalansangiz, qaysi kurslarda ko'proq talab borligini aniq ko'rasiz. Masalan, agar ko'pchilik Python dasturlash kursiga qiziqayotgan bo'lsa, siz shu yo'nalishda yangi kurslarni ochishingiz mumkin. Prediktiv analitika esa kelajakni ko'rsatadi. Tizim sizga kelasi oy ingliz tili kursiga talab oshadi degan prognoz beradi. Siz oldindan tayyorlanib, reklama va yangi materiallarni chiqarasiz. Natijada foydalanuvchilar ko'proq qoniqadi, sizning platformangizga sodiq bo'lib qoladi va daromadingiz ham oshadi. Big data va prediktiv analitika haqida o'rganishni boshlash ham qiyin emas. Coursera platformasida Big data bo'yicha kurslar mavjud. Udemy'da Predictive Analytics for Business kurslarini topishingiz mumkin. Google va Microsoft bloglari orqali esa eng so'nggi yangiliklarni kuzatib borishingiz ham mumkin. Yangi boshlovchilar uchun esa YouTube'dagi bepul video darslar ham yaxshi start bo'la oladi. Muhimi kichikdan boshlash va asta-sekin murakkabroq tahlil usullariga o'tish. Xulosa qilib aytganda, Big data va prediktiv analitika bugungi biznes olamida juda katta imkoniyatlar yaratadi. Bu texnologiyalar yordamida siz mijozlaringizni yaxshiroq tushunasiz. Kelajakdagi talabni oldindan bilasiz va raqobatchilardan bir qadam oldinda bo'lasiz. Savol shuki, sizning biznesingiz ham katta ma'lumotlardan foydalanib kelajakni oldindan ko'rsata oladimi?